Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda biz gusl taharet münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalayotgan bugünkü bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh junup bo'lib qolgan adam qo'lini yuvishdan burun navodi qo'lida junuplikdan boshqa hech qanday bir nejaset bo'lmagan ahvol ostida qachiqi qo'lni tiqsa bo'lamdi bo'lmamdi degan mazmunda to'xtalyapti. Bu bab biroz inchikroq ekan. Buning tafsilotini biz hadisdan ko'ramiz. Ham shundaqla Imom Buxoriyning bu vaqtdagi nazari qarishi nima buni bilib chiqamiz. Abdullah ibn Umar, Bara ibn Azib qatorliq sahobalar o'zining mushtaharat suga qo'lni yumay turib shu tiqatdi deydi. Ondan taharat iliveretdi dedi. Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas qatorliq sahobalar, hatta Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas qatorliq sahobalar jinobatni juynigan vaqtidagi junub odamning jundisidan chachiragan suvdimi hech qisi yo'q deb qaraydi dedi. Bu yana islom shariatida kengroq yo'l tutilgan masala. Kim bundan qutula oladi? Suni chachirab ketishiga kim kepil bo'la oladi? Hozirgidek munchilar yo'q, dala yoki ho'ylilar shundaq yerlarda, masalan, parda tortib qo'yiblar juyindida u vaqtlarda. Ostidan masalan chachirab ketish ehtimoli yuqori. Hatta bundaq masalalarda masalan buni yuvish kerak degan ahvol ostida nayt ko'p ig'irchiliklar tug'dirilishi mumkin. Bu Badrdan ayniniki qarshi bu jihatda. 261 numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abdullah ibn Mesleme hadis sözlep bergen deydi. Bu Abdullah ibn Mesleme Qa'nabi namıyla başta neçqatim öptü boğay. Bu kişi deydi bizge Eflah degan kişi hadis sözlep bergen yani haber bergen deydi. Bu Eflah ibn Hamid degan kişi. Bu kişi tabi'larning ichida, tabi tabi'lar ichida nayt meşhur muhaddis Hicriye 156 yili o'lib ketgan. O'zinki Abu Abdurrahman kunyasi bilan meşhur. Bu kishi ayni vaqtdagi nayt nurg'un kishilardan hadis rivoyat qilgan. Masalan, Qosim ibn Muhammad ibn Abu Bakr Siddiqning nevarasidan. Hamda ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida kerak yo'q, chatoq yo'q, eng ishonchli degandek baholarni bergan. Bu kishi ham Qosimdan rivoyat qilyapti. Qosim ustozi Abu Bakr Siddiqning nevarasi Muhammad ibn Abu Bakrning bolasi, boshda o'tgan tabiin. Bu kishi Oysha onamizdan rivoyat qilib, Oysha onamiz dedi, "Men va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qachidan biz jo'natdik" dedi. Qo'llarimiz qachida bir-biriga tegishib ketadi deb shunaq degan. Bu hadisda hamda ikkilaylan junub holatda, Oysha-mi, payg'ambarimizmi? Junub holatda qo'llari yani bir qachiqqa qo'lni tiqib yoki bir das qo'lni tiqib qo'llari uchrashib ketgan havolasida jo'yni yuratdi. Buningda hamda aniq bir masala yo'q, ammo bir ishoriy xarakterlik bir masala bor. U bo'lsa-mu ishkilaylan junub holatda qo'lni shu nimaga sog'gan ekan dasqa. Yani bo'lsa nejis bo'lmaydi-ku degan bir ehtimollik mavjud bu yerda. Bu hadisda yani nurg'un ma'noli bor. Resulullah'nınki güzel ahlakı, güzel muamelesi, ayollik münasebetizki. Ondan başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu turmuşdaki nayet oddiy soddalik. Avvaldan qaraganda şu bir das bağışlaydı bunun uyda. Bundan başka hem de ayollar munchida o'rtaq holatda tang birli vaqtda jo'nsiz bo'ldi degan mazmun kelib chiqdi. Hem de 262 numaralı hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Musaddad hadisi sözlep bergen deydi. Bu Musaddad ibn Musarhat namıyla meşhur bo'lgan İmam Bukhari'nin en büyük katta ustozlaridan biri. Bu kishi deydi bizge Hammad hadisi sözlep bergen deydi. Bu Hammad ibn Zeyd degan kishi boshda o'tdi o'g'ay. Bu kishi Hisham ibn Urva. Bu kishi dadisidan Urva ibn Zubayr'dan. Urvat ibn Zubayr o'zining ammasi Oysha onamiz rivoyat qilyapti. Bu onamiz deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam junublikdan yuyinmoqchi bo'lsa qo'lini yuvadi degan. Undaqda bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam junublikdan yuyinmoqchi bo'lsa Rasulullah'niki ikki xil odati bor ekanda. Ba'zida masalan
qo'lini yuyitib, ondan qo'lini dasqchilaydi ekan. Bu ko'pincha rasullarniki qilmishi. Yana birisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki qo'lni yumay turib ham dasq soldigan avval. Buni endi bu ishga desam bu yerda biroz zidlik borda ko'rinishda. Buni ulamolar qandoq tushundirgan degan vaqtida agar qo'li pokiz deb ishonch qiladigan vaqtida qo'lni yumaylam suvga dasqa qo'lni sağgan. Agar navoda qo'li sal maynatrak degan gumon, o'y, xiyol kelib qolgan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'pincha holatda shu qo'lini yuvib, ondan dasqa qo'lni tiqqan degan qarashni yoqlagan bu jihatda. Endi 263 numaralı hadise İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Abul Valid hadis so'zlab bergan edi dedi. Abul Valid Tayalisi nomi bilan boshda o'tgan. Bu kishi dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba ibn Hajjaj degan kishi shu. Bu kishi Abu Bakr ibn Habs'tin. Bu kishining tarjimaligi boshda biroz o'tdi. Bu kishi Urva Ayşe onimizdan. Yani namusda rivoyat qilyapti-da. Ayşe onimiz dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan men bir qachidan shu junub bo'lgan vaqtimizda birla dastı junatdiq. Shuni deganimda. Bu hadis Abdurrahman ibn Qasimning o'zining dadisi Muhammad ibn Abu Bakrning yo'li orqali Ayşe onimizdan yani mushkabi yani mushakildimi rivoyat qilingan deyilgan. Endi biz 264 numaralı hadis kelsak İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Abul Valid hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu yerdan shu Abul Valid Tayalisi. Bu kishi dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi Abdullah ibn Jabirdan. Bu kishi tabiin muhaddislardan boshda o'tgan. Bu kishi dedi men Anas ibn Malikning mundaq deganligini anglagan edim dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam va Rasulullohning ayollaridan ma'lum ayollar bular ishkaylan bir qachidan yuyingan ekan, yuyinat ekan degan so'zni deb bergan. Undaqda Imom Muslim buning qo'shimcha qilib Vahb ibn Jarir Shu'badan rivoyat qilgan vaqtida bu yerda bir qachidan degan so'zning oyog'iga ya'ni junub holatida, junub bo'lib qolganda degan bu so'zni qo'shib qo'ygan edi dedi. Endi bu yuqoridagi bir necha bu hadislarni keltirish orqali Imom Buxoriyniki qarashi nima deganda bu jihatda Imom Buxoriy rahmetullohi alayh agar qo'li pokiz bo'lgan ahvolida bir odam junub bo'lsa-mu qo'lini masalan qochiq tuqqan bo'lsa bu su najis bo'lmaydi degan qarashni kuchlantirish orqali bu nuqtadagi shar'iy hukmni ifodalamoqchi bo'lsa kerak. Buni yuqoridagi hadislardan ko'ramiz. U bo'lsa-mu bir inson junublikdan pokiz bo'lmay tug'an ahvol ostida qo'lini suvga tiqqanlikning o'zi bu suning maynat emasligining ifodasi demoqchi. Chunki Oysha onamiz o'zi junub bo'lmay turib, yani komil g'usl qilmagan ahvol ostida bu inson yani ma'naviy najis holatda, junub holatda. Undaqda mush holatda qo'lni suvga tiqqan bo'lsa, bu suning najis bo'lmaganligi pokiz qo'lni suvga tiqsa bo'ladi degan ifodani bildirdi demoqchi. Ya'ni bu Imom Buxoriyniki nihoyatda zakiylikni bildirayotgan bir ma'no. Yoshurun iboralardan bizlar bu yerda bir shar'iy hukmni ilyapti-da. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.